Assalomu alaykum o'rtoqlar. Tinchmisizlar? Mana biza kichik ferma. Buradaylar. İnşallah. Tovuqlarimiz bir necha kundan beri tuxum tug'mayotgandi. Qatga tug'yapgandi ekan deb ko'chalarda oqtardik. Alloh izni bilan mana tuxum tug'ayotgan joyini topdik. 5-6 kundan beri tuxum tug'mayotgandi. Kelib qarasak mana bu joyda 9 ta tuxum tug'ib qo'yibdi. Bularni endi hozir olamiz. Bismillah. Dupinetchi. Dadi, bitta joyga uyni ichida bitta joyga ko'pgina turibdi. Hamma joyga tarqatdim, hamma yoqqa yetdi. Bunaqa. Bitta tuxumni bu yerda qoldiramiz, yana shu yerda tug'iladi. Qolganini olamiz mana inshaalloh. Do'stlar. Bu Edilbay qo'chqorchalar. Mana shu joyda inshaalloh yaqinda o'rab to'samiz. Do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.